Limfa tugullaringizning shishib qoldi yoki kattalashib qoldi va bu narsa ba'zan shamollashdan keyin, ba'zan shunchaki kattalashib qoldi. Hushyor bo'ling, bu birorta og'irroq kasallikning belgisi bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum. Bugun limfa tugullari va uni olib tashlash haqida gaplashamiz. Limfa tugullari bu odam immun tizimining bir katta qismi hisoblanadi va unda asosan infeksiya va o'smalar filtrlanadi. Ya'ni kim limfa tuguni o'sishi ko'pincha infeksiya yoki o'sma kasalliklariga bog'liq bo'ladi. Odam shamollagandan keyin ham limfa bezlari kattalashishi yoki o'sma bilan bog'liq holatlarda ham limfa tugullarining shishib qolishi yuzaga kelishi mumkin. Va o'smalarning yoki infeksiyalarning butun tana bo'ylab tarqalishi ham bevosita limfa tugullari bilan bog'liq. Chunki ular xuddi tomirlarga o'xshab sistemani tashkil qiladi. Shubhali yoki zararli deb hisoblangan limfa tugullari olib tashlanadi va bunday holatlarda zudlik bilan, ya'ni o'sha olib tashlangandan keyin albatta biopsiya tekshiruvi amalga oshiriladi. Maqsad esa o'sha kasallikning tarqalib ketishini oldini olishdan hisoblanadi. Limfa tuguni olib tashlash orqali, ya'ni bu ikki xil usulda, ochiq yoki yopiq usulda amalga oshiriladi. Bu limfa tugullarining holati va bemorning holatiga bevosita bog'liq bo'ladi. Ba'zan bir nechta tugun olib tashlash kerak bo'ladi. Masalan, ko'krak saratoni belgilarida ko'krakni olib tashlash bilan birgalikda bir nechta limfa tugullari ham olib tashlanadi. Limfa tugullari olib tashlangandan keyin ba'zan shishish, og'riq yoki infeksiya yuzaga kelishi mumkin. Odam immunitetning pasayishi yuzaga keladi, chunki immunitetning bir qismini olib tashlashga to'g'ri keldi. Tez tashxis qo'yish va operatsiya kasallikni nazorat qilish va davolanishini yaxshiroq bo'lishiga imkoniyat yaratadi. Ya'ni limfa tugullari asosiy tarqatuvchi kanal vazifasini bajarib beradi. Hushyor bo'ling, limfa tugullaringiz kattalashdimi yoki biror o'zgarishga uchradimi? Shifokorga murojaat qiling. Video foydali bo'lsa, yaqinlarga yuborib qo'ying. Ismim Shukurjon, xirurgman. Har kun biror kasallik haqida ozgina gaplashamiz. Rahmat.